Salom hammaga. Mana skuterni 20% ga tezligini oshirdik. Buning uchun nima qilinadi? Keyin buni atdelni ko'rsatib beramiz. Bu modelda o'zi o'rtacha 55 bo'ladi mana. 67. Именно разгоном. Bu realniy razgon bu. Riski birdan razgon oladi. Buning uchun keyin ko'rsatib beramiz alohida videosini. Model Ucuz. 67. O'zi bu 55, lekin bu yerda ozgincha o'zgartirish bo'lgandan keyin sразу razgonlar ham juda ham kattalashib ketadi. Buni yosh bolalarga tavsiya qilmaymiz, lekin buni qilish usulini ko'rsatib o'tamiz.